Trading kazinolardan ham, stavkalardan ham battar bo'lishi mumkin. Tradingda odamlar qarzga botadi, odamlar pulni yo'qotadi, zavisim bo'ladi, qaramlik umuman bo'ladi. Men ushbu videoda isbotlab beraman, nimaga trading bu yomon, nimaga tradingga qo'shilmaslik kerak, tradingga pul qo'ymaslik kerak. Ushbu videoni to'liq ko'rsangiz, men kafolat beraman, boshqa hech qachon tradingga urinmaysiz, boshqa hech qachon trading bilan shug'ullanmaysiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mening ismim Azam Azizov. Siz UzNetX kanalida. Ushbu kanalda biz moliya, pul, moliyaviy savodxonlik haqida gaplashamiz. Shu uchun agar ushbu narsa sizga qiziq bo'lsa, pul ishlash haqida, unda hozirdan kanalimga obuna bo'ling, chunki ushbu kanalda men doimo shu mavzular bo'yicha videolar chiqarib turaman. Xullas, ofitsial statistika bo'yicha Yevropaning statistikasi, men oldindan o'sha hammasini mana yozib qo'ydim. Tradingda 74% dan 89% gacha odamlar, traderlar asli pulni yo'qotadi. Lekin sizlar o'ylamanglarki, что qolgan, misol uchun tam 26% tam yoki 10% odamlar ishlaydi deb. Yo'q, buni ichida yana ba'zilari prosta nolda bo'ladi. Hozir men 74% dan 89% gacha degani bu odamlar pulni yo'qotadi, minusga kiradi. Yana odamlar qolgani nolga chiqadi. Men sizlarga aytaman, где-то 1, 2, 3% odamlar pul ishlaydi haqiqat tradingda, lekin sразу hozir iltimos qilaman, shoshmanglar, chunki men sizlarga hozir tushuntiraman, bu qanaqa odamlar 1, 2, 3%lar. Hozir men garantiya beraman, hozir agar siz mana shu ko'ryapsiz-ku videoni, siz mana shu 1, 2, 3% da emas. Sразу aytaman, xafa bo'lishlik yo'q, men tushuntiraman hammasini ushbu videoda. Xullas, endi nimaga trading mana shu men aytganimdek kazinodan ba'zi paytda battar bo'lishi mumkin yoki shu kazinoga o'xshab, qimorga umuman o'xshab. Trading bu qimor. Mening fikrim shunaqa, qimor nimaga? Birinchidan, tradingda dopamin, qaramlik bor. Bu deganiki, odam mana shu qaramlik zavisimizga tushib qoladi. Men ko'p odamlarni ko'rgan, chunki men o'zim mana bu investitsiya sohada yuraman. Investitsiya sohaga ham ba'zilar traderlar kirib qoladi yoki nabarot, trader sohada investorlar ham bo'lishi mumkin. Ko'p holatni men ko'rganki, odamlar trading bilan shug'ullanib qarzga botib ketgan. Ba'zilari umuman mana misol uchun ba'zi odamlar nima qiladi-ku, kazino o'ynab, stavkalar o'ynab hamma pulni yo'qotadi-ku. Shuni singari odamlar tradingdan ham o'zini pulni yo'qotadi, qarz olib yo'qotadi, banklarda kredit oladi, uydagi narsalarni sotadi. Odam mana shunaqa qaramlikka tushib qoladi. Bu keyin odamda kasallik boshlanadi. Odam o'zi "Всё, men yutishim kerak, men biror narsa qilishim kerak, men hozir biror narsa yutaman" deb odamlar yana ham chiqarib ketaveradi. Xuddi qanday kazino bo'lsa, xuddi shunday. Ikkinchi, odamlarda illyuziya bor. Odamlar aytadiki, что men hozir yangi sxemalarni o'rganaman. Men hozir yangi indikatorlarni o'rganaman, yangi narsani o'rganaman deb odamlar harakat qiladiki, o'ylaydiki, hozir men buni o'zimni tizimimga olaman, kontrol qilaman deb o'ylaydi. Ba'zi odamlar hozir yana qanaqadir narsalar olib, yana qanaqadir bilimlar olib, hozir qanaqadir sekretlarni bilib, обязательно pul ishlashni boshlayman deb. Lekin bunaqa narsa yo'q. Odamlar даже yangi narsalarni o'rgansa ham pul ishlamaydi, minusga kiraveradi. Yana qanaqa sabab borki, tradingda mana shu sohada asosiy kim pul ishlaydi? Bu brokerlar ishlaydi, bu blogerlar ishlaydi, bu misol uchun kurs sotayotganlar ishlaydi, mana shunaqa odamlar ishlaydi, lekin traderlar o'zi emas. Masalan, aytaylikki, mana brokerlar bu broker hisob, shu broker hisob orqali oldi sotib qilayotgan narsa.
ularga farqi yo'q. Siz pul yutdingizmi, qoldingizmi, ular постоянно o'zini komissiyasini olaveradi. Oldi-sotdi qildingizmi, ular o'zini komissiyasini olaveradi. Ularga umuman farqi yo'q, pul ishladingizmi, ishlamadingizmi. Kurs sotayotganchilar, ularga muncha farqi yo'q. Ular kursni sotdi, pulni ishladi. Yana blogerlar, ularga ham farqi yo'q. Ular reklama qildi, nima aytib berdi, reklama kimnidir qilib berdi, всё, ular ham pulni ishladi. Treyderlar esa mana shu sohada bitta qoladigan odamlar bor, bular treyderlar. Yana treyderlarda даже matematik bo'yicha ular ko'proq minusga imkoniyat chiqish, risk ko'proq minusga chiqish. Nimaga? Chunki qancha odam mana shu treyderlik qilsa, qancha ishlasa, qancha ko'proq ishlasa, shuncha odamda asli mana bu komissiyalari bo'ladi-ku, komissiyalar yo'radi. Qancha ko'p ishlasangiz, shuncha ko'p komissiyangiz bo'lardi. Shuncha ko'p pulingiz yilib ketaveradi. Shuning uchun statistika bo'yicha, misol uchun treyderlar bilan investorlarni olsa, investorlar shu sababli ham pul ko'proq ishlaydi. Nimaga? Chunki investorlar ayniqsa uzoq muddatli, ular oladi, sotadi, lekin kam buni qiladi. Ularda komissiya ko'p emas. Treyderlarda komissiyasi ko'p, chunki ko'p oldi-sotdi qiladi. Yana bitta narsaki, bilinglarki, mana men aytganim blogerlar nimalar, ular ko'rsatadi-ku, zo'r rezultatlarni, zo'r qanaqadir natijalarni, zo'r mashlarni ko'rsatadi. Odamlar o'ylaydiki, что bunda haqiqat, значит pul ishlasa bo'ladi deb. E'tibor beringlar, brokerlar mencha mana bu investitsiyani tavsiya qilmaydi. Ular asosiy tradingni tavsiya qiladi. Nimaga? Chunki investorlarda ular ko'p pul ishlamaydi. Men aytganimda, investorlar kam oldi-sotdi qiladi. Shuning uchun kam ham komissiya to'laydi. Brokerlar investorlarda kam pul ishlaydi. Treyderlar ular постоянно oldi-sotdi qiladi-ku. Соответственно, pul ko'p to'laydi. Shuning uchun brokerlar mana shu tradingni ko'proq maqtaydi. Investorlarda brokerlar почти pul ishlamaydi. Umuman kam ishlaydi. Brokerlar investorlarga ko'p ahamiyat bermaydi, treyderlarga beradi. Shuning uchun ular reklamadan ham, qanaqadir joylardan ham постоянно mana shu tradingni maqtaydi. Постоянно aytadiki, что mana trading mana shunday, trading bunday. Qanaqadir даже ba'zilari brokerlar bepul ham kurslar tarqatishi mumkin. Nimaga? Chunki bepul kurslar tarqatib, qiziqtirib odamlarni, sekingina mana shu tradingga qizdirib odamlarni o'tkazib qo'yadi tradingda. Astodiliga brokerlar o'zini soqasini qiladi. Keyin yana qanaqaki, nimaga trading yaxshi emas? Bitta narsani bilish kerakki, odamlar, mana blogerlar ko'p ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatadi. Mana men mashina oldim, mana uy oldim, mana shu dollarlarni ko'rsatadi, alishta pullarni ko'rsatadi, mana shunday qilib. Lekin bilish kerakki, bular yolg'on. Dollarlar, bular tradingda ishlangan emas dollarlar yoki umuman даже falshiviy dollarlar. Ko'pincha mashinalarni ko'rsatayotganlar bular arendada. Uylarni ko'rsatayotgan ham bu arendada. Yoki agar puli bo'lsa ham, haqiqat puli bo'lsa, haqiqat mashina bo'lsa, ko'pinchilari tradingda emas baribir. Ular reklamada yoki shu qandaydir odamlarni aldab pul ishlayotganlar. Yana bitta narsani bilish kerakki, ba'zi odamlar haqiqat tradingda pul ishlashi mumkin, haqiqat. To есть bitta 100% qolish emas. Lekin misol uchun odam aytaylikki, misol uchun 10 martalab trading qildi, 8 martalab qoldi, 2 martalab pul ishladi. Shu 2 martasini juda ko'p reklama qiladi, juda ko'p odamlarga ko'rsatadi, maqtanadi, lekin aytmaydiki, shunchani yutish uchun oldi 2-3 barobar ko'proq pulni yutqazdi. Yana statistikani maslaga aytib beraman. Опять, agar qisqa muddatda emas, uzoq muddatda olsak, почти hamma treyderlar oxirga kelib yoki minus yoki nolga chiqadi. Tasavvur qiling, 3 yil, 4 yil, 5 yil ishlaysiz, oxirida hamma sizni yutqalaringiz bilan, qolganlaringiz bilan oxiri siz shunaqaga keldingizki, что nol bo'ldi. То есть qancha pul
ketkazgan bo'lsangiz, shuncha pul ishladingiz. Qancha pul ishlatgan bo'lsangiz, shuncha pul ketkazdingiz. Alini yil ketdi, siz asli в итоге nolda. То есть bu agar siz даже biror joyda ishlagan bo'lsangiz ham pul ishlardingiz. Har oy stabil daromad bo'lardi. Yana bitta narsaki, emotsiya kacheli bo'ladi-ku, odamda emotsiya kacheli bo'ladi. Bu nima deganiki, odam bir martalab yutadi, bir martalab qoladi. Bir martalab yutadi, bir martalab qoladi. Ishlaydi тоже kazinoni sungori. Shu uchun odam ishonadi, men yutaman, men o'zi qilaman, men bo'ladi deb baribir ham yana harakat qiladi. Ba'zi odamlarda slishkim ko'p o'ziga ishonadi. Ba'zi odamlar aytadiki, menda talant bor. Mana boshqalar ishlamaydi, men ishlab olaman deydi. Men qilib olaman deydi. Men qanaqadir hozir fishkani topib olaman, menda bo'ladi deydi. Bu ham asli bu noto'g'ri narsa. Ko'p odamlar shuni o'ylab minusga kirib ketgan. Shu uchun bunaqa qilib o'ylamang, tradingda bu shunaqa sohaki, mana shunaqa odamlarda pul ishlanadi. Kim hozir o'ylaydiki, men yutaman deb, kim o'ylaydiki, men hozir qanaqadir fishkalarni bilaman deb, mana shu odamlar ayniqsa qoladi, pullarni yutqazadi. Kim esa pulni yutadi, kim pul ishlaydi tradingda. Bu juda kam odamlar. Men aytamanki, bu oddiy odamlar emas. Bu ayniqsa mana AQShdami yoki qaysi joylarda katta banklarda yoki katta investitsion kompaniyada ishlaydigan traderlar. Birinchidan ular bir kishi ishlamaydi. Ular komanda bo'lib ishlaydi. 10 kishi, 20 kishi, 100 kishi, 200 kishi. Tushunasizmi? Представить qiling, qayerdadir AQShda katta komanda bu. 200 ta odam. Qayerdadir O'zbekistonda siz bu bitta ikkita odam. Конечно, ular ko'proq yutadi. Ular traderlar 10 yil, 20 yillik tajribali odamlar. Sizda misol uchun tajribangiz yo'q yoki bo'lsa ham 3 yil, 4 yil, 5 yil. Uje bu konkurensiya nima emas. Konkurensiyani ushlamaysiz. Yana kimlar yutadi? Har xil hakerlar yutadi. Ular qanaqadir ma'lumotlarni, nimalarni vzlom qilib, buzib, qanaqadir ma'lumotlar olib, shu orqali ularda imkoniyati ko'proq pul ishlashga. Yoki insiderlar. Insiderlar kim? Ularda qanaqadir ma'lumot bor. Ular politiklarga yaqin, qanaqadir katta mana kompaniyalarning boshliqlariga yaqin, ular bilan suhbatlashadi. Ularda birinchi joyda, даже yangiliklarda, saytlarda yo'q ma'lumotlar ularda bor. Ularda insiderskiy informatsiya bor, insiderlik ma'lumot bor. Endi tasavvur qiling, ularda insiderlik ma'lumot bor. Ularda 20lik tajribalik traderlar bor. Ularda million dollarlik byudjetlari bor. Ular komanda bilan 100 ta, 200 ta odam bo'lib komanda bo'lib ishlaydi. Ularning orqasida katta kompaniyalar yoki даже davlatlar. Ularning ichida hakerlar ham bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Bitta siz. Bitta, ikkita, uchta odam. Bitta garantiya 99% что siz bu narsada pul yo'qotasiz deb. Nima qilish mumkin bo'lsam? Bitta yo'li bor. Bu nima reklama uchun aytganim yo'q. Bu haqiqat. Bu statistika bo'yicha aziz do'stlar. Bu chista meni fikrim emas. Statistika bo'yicha, ofitsial statistika bo'yicha investitsiyada pul ishlash mumkin. Investitsiya bilan tradingda farqi nima borki? Tradingda, misol uchun, odam kuniyu kun ishlashi mumkin yoki soatlab ishlashi mumkin. Investitsiyada odam kam ishlaydi. Haftada bir martalab ishlashi mumkin yoki haftada 2-3 martalab yoki har kun ishlasa ham, bu deganiki kuniga yarim soatda bo'lishi mumkin. Keyin investitsiyada komissiyalar yo'q. Boya aytganimdek, brokerlar nimalarga qiziqmas investorlarga reklama qilish, chunki ularda kam pul ishlanadi. Traderlarda komissiya bo'yicha pul ko'p yo'qotadi. Yana investorlar, mana agar Forbes boku, jurnal Forbes dunyoda boy odamlarni ko'rsatadigan. Shularning ichida ko'p investorlar bor, lekin birorta trader yo'q. Shunga ham bir mana shuni o'ylab ko'ring, nimaga shunday investorlar ko'p, traderlar yo'q. Bu ham
aytadiki, что investitsiyada pul ishlash mumkin, tradingda ishlash tam qiyin yoki asli даже mumkin ham emas. Nimaga bo'lsam odamlar baribir ham tradingga urinadi. Chunki tradingda ular ishonadiki, что tez pul ishlash mumkin. Investitsiyada ular, bilasizlarmi, mana bu kinolarda, reklamalarda treyderlarni ko'rsatadi-da, ularda allanechta ekranda grafiklari bor, allanechta narsalari bor, ular takoy krutoy, takoy nimadirlar qiladi, unday bundoq chiroyli ko'rinadi. Investorlar ularga kompyuter nimalar ham da shart emas. Ularda ishi oddiy, spokойно. Shu uchun odamlar o'ylaydiki, что investitsiya qandaydir zerikarli yoki bunda kamroq ishlanadi deb. No, asli tradingda chiroyli ko'rinishi mumkin. No, va ham ko'p bo'ladi. Oxiriga kelib odam pul ham ishlamaydi, atak даже qarzga ham botib ketadi. Lutchi tinchgina, spokойно investitsiya bilan shug'ullansangiz, siz o'zingizni vaqtingizni ketkazmaysiz, o'zingizni ishlaringiz bilan shug'ullanaverasiz и imkon pul ishlashga ko'proq. Investitsiya bu 100% garantiya emas pul ishlashga. No, ancha ko'proq chem nimalarga qaraganda, tradingga qaraganda. Men o'zim mana shu investitsiya sohada 2012-yildan beri men ko'p odamlarni ko'rgan. Har xil odamlar bilan men gaplashib ko'rgan. Kim, qanday, nima, kimlar bilan shug'ullanadi, treyderlar bilan ko'plar bilan gaplashganman, ko'rgan ularning hayotini, investorlarning ko'plarini hayotini ko'rgan. Mana shu hamma kimma treyderlarni ko'rgan bo'lsam, даже живой, meni o'zim ham statistikam bo'yicha, nafaqat ofitsial statistika, o'zimni statistikam bo'yicha men ko'plarni ko'rgan, что bu odamlar, treyderlar oxiriga kelib hayoti afsuski juda qiyin, juda yomon. Agar sizga investitsiya qiziq bo'lsa, shu investitsiya sohani sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, men bepul onlayn trening, bepul dars tayyorladim. Mana shu videoni tagida, описаниесida havolani qoldirdim. Shu havolada o'tib, meni bepul darsimni tomosha qilishingiz mumkin. Men to'liq investitsiyani aytib berdim va investitsiya orqali qanday qilib pul ishlash haqida ham aytib berdim. Agar ushbu video sizga foydali, qiziqarli bo'lgan bo'lsa yoki bu video qandaydir sizga ko'zingizni ochgan bo'lsa, iltimos like bosib qo'ying.